Bilaman, hammalarning go'shtli pirogni retseptini bilasizlar, lekin bu safargi go'shtli pirogimiz sal boshqacharoq. Xamiri xuddi o'sha pesochniy, ya'ni shidrletalarini kroshka qilib olamiz. Un bilan, tuxum hamda qaymoq bilan xamir tayyorlaymiz. Nachinkasi uchun piyoz bilan go'shtni qovurib, ziralar bilan tayyorlab olamiz va tayyor bo'lgan xamirimizni ikkiga bo'lib, dumaloq shaklda yoyamiz. Qolipim dumaloq bo'lgani uchun keyin ichiga eng yaxshi ko'rib iste'mol qiladigan kechupilarni qo'yib, ustidan pyure, uni ustidan ixtiyoriy ravishda zelenlarimizni qo'yib, keyin boya qovurib olgan nachinkamizni, go'shtli qiymali nachinkamizni solib, ustidan yaxshi eriydigan sirni sepamiz. Va ikkinchi qismimizni ham yoyib olib, ustini yopib, tuxum kunjut bilan bezatib, 250 gradusda duxovkaga jo'natamiz. Tayyor bo'lib chiqqan issiq yeguligimiz oilamizdagi hammaga manzur bo'ladi.